Hammaga assalomu alaykum. Hozir Miroj do'stimiz bilan Aito sotamiz. Ikkalamiz ham bitta do'konda ishlaymiz, bitta ofisda. Xitoydan olib kelingan bu Aitolarni sotamiz. Sizlarga hozir nima sababdan Aitoni olishingizni tushuntirib o'tamiz. O'xshamadi? Mayli. Biz Aitolarimiz birinchi masalada kraska bo'lgan deb ko'p odam qaytib ketadi olmay. Bizda to'g'ri kraska bo'lgan mashina, yashil. Nima deyish kerak? Bizning mashinalarimizni arzonligining sababi. Yaxshi jonliyo'ligi kelsizlar. Siz anitsa unday bo'ladi. Men churna bering. Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi mavzuyimiz ozgincha nima sababdan biz mashinamiz yangi mashinalarga qaraganda 18 ming 15 ming dollar raznica bilan arzon sotilishini tushuntirib o'tamiz. Birinchi masalasi bu Xitoyda o'zida test drive'da yurilgan masofasi bo'ladi. 10 ming kilometrgacha, xudo xolasa, lyuklarni ham ochib qo'ydik, yorug'lab bo'lish uchun. Ikkinchi masalasi to, что kraska bor. Endi kraska deganda ham qanday? Bir sloy освежит qilingan 250 mikrongacha chiqadi, xudo xolasa. Zavodskiy 150 dan 180 gacha bo'lsa, bizniki maksimum 250 mikron chiqadi. Urilmagan, turtilmagan, dumalamagan, o'tda cho'kmagan, suvda yonmagan deb 100% garantiya beramiz bu narsaga. Xudo xolasa. Undan tashqari yana bir qulaylik tarafi bizni Aito'miz bu bo'lsa ham 1 yil garantiyasi bor. Undan servis xizmat ko'rsatish ham полностью ichida tekin, hamma narsa tekin. Aytib ketaman, masalan, indeksda 1 yil garantiya deyshadi, lekin bittasidan servis yo'q. Hammasi bizga keladi. Og'zaki garantiya. Вот реально. Mana indeksga kelib, любойdan so'raysizlar. Yana bitta video qilamiz, masalan, servis ko'rsatib yana video qilamiz. Xudo xolasa qilib beramiz. Yana bitta misolda, например, 90% bozordagi barcha sotuvchilar Xitoyi bizni servisimiz bilan kontrakt qilib qo'yganda, kontrakt deganda ham o'zining mashinasini ertaga biror muammosi chiqsa, bizga olib kelishi mumkin. Вот. Shu narsa ham qulay tarafi, biz uvereniy xaridda mashinamizni sotamiz. Xitoydan kelgan o'sha Aito zavodidan kelgan ustalarimiz bor deb. Ular endi o'zi yasagan mashinasini o'zi tushunadi, например. Okalar, o'shancha aloqaga chiqinglar, Aitoni zo'rmi variantlarini xudo xolasa qilib beramiz. Muammosi yo'q. Sarvar qaranglar, siz ertaga hozir misol bizani mashinani nega olishlari kerak? Nima sabab? Sababi chunki qarang, yengisi 55 ming, 58 ming sotilyapti. Shunaqa? 58 ming sotilyapti deb 1 yil haydab turib, uni qanchaga sotadi? Misol teng yarim pulga sotadi, bizani mashinamizni narxida sotishadi-da ko'pincha. Endi uni misol bizani mashinamizni olsa 1 yil haydab turib, ko'p ziyon qilmaydi. Maksimum 3 ming ziyon qilishi mumkin. 5 minggacha. Endi 5 ming qilmaydi. Yurishiga eng. Men qarang, akalarimga olib berganman, o'zim yaqinlarimga. Sotdilar, 1000 dollar arzonligiga o'zim sotib berdim, shotdi. 1 yil haydab. 1 yil haydab. Nariga akam 500 dollar foydasiga o'zi Olex qo'yib sotyapti. Ko'rasizlarmi, akalar? U endi Aito haydab, например, bu mashina olaman, haydayman. Endi birinchi avvalambor sotish uchun niyat qilib olmash kerak mashinani, haydayman deb niyat qilish kerak. Lekin realno bor fakt narsa, O'zbekistonda yangi mashina olib chiqdingiz bo'ldi. Salondan chiqishi 1000 dollar arzon. Bo'ldi уже. Yog'i haydab, yo'q qilishingiz bilan 5 ming, 10 ming, 20 minggacha arzon bo'lib ketishi mumkin. Mashinani haydashingizga bog'liq. Lekin mana shu qulay tarafi, Aitoni olasizlar, zarariga ko'p sotmaysizlar, xudo xolasa. O'shaning uchun yaxshilab o'ylab, xudo xolasa kelsanglar, biz bolalarimiz ham shu professional, o'zining ishini biladigan bolalar, xaridda mashinani tumshug'idan kirib, qo'poltirib tildan chiqib ketadigan bolalar. O'shaning uchun qo'rqmasdan, xudo xolasa kelsanglar, Aitoni nima qulaylik taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari yana boshqa mashinalarga ham o'tirib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin oxirida Aitoga tavsiya qilamiz o'tirishni. Nimagaki, Aitoga o'tirganingizdan keyin tushmaysiz boshqa. Boshqa tushmaydi, baribir kelishadi, o'zbek xalqi shunaqada, kraska desa qo'rqib ketadi. Probegli desa sal cho'chishadi, buni tekshirib olishim kerak. Yo'q, qarang, biz o'zimiz birinchi tekshirib beramiz sizlarga. Misol o'zimizda o'sha Aitoni salondan kelgan planshetlar bor, hammasini kompyuterga tiqib, miyasiga tiqib ko'ramiz, probegini, realniy yurgan probegini, akkumulyator yo'nkislarini, mashina nima uchun kraska bo'lgan. Uni ham aytib ketamiz. Qarang, mashina Xitoyda test drive'da yurganda usti pol, ya'ni nakleykalar bilan o'ralgan bo'ladi yoki xitoycha yozuvlar bo'ladi. Boshqa buni videoga hozir qo'yib o'tamiz. Rasmlar bor, nima Xitoyga borgan olib kelgan rasmlarni. Buni ko'chirganingizda lak qatlamiga zarar yetkazadi, bu klesa. Chunki quyoshda yurganda lakiga zarar yetkazar ekan. Shu yerda ham ko'rdik, mana shu yerda ham sotadigan mashinalar bor, shunaqa agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Bor. O'shani hisobiga zavod o'zida bir sloy kraskalab освежит qilib yuboradi. Mashina o'shanga kraska hisoblanadi. Endi juda yuqadi-yu kraskaga ham kirmaydi. 50 mikrongacha bo'ladi, maksimum. Shunaqa. O'shani hisobiga narxi yaxshigina arzon. Zavodda tepiladi, qo'lda emas, ko'chada, garajlarda emas. Shuning uchun o'g'illar, xudo xolasa, klientlar kelib qoldi. Biz ketamiz. Keyingi videolarni xudo xolasa kommentariyaga yozib ketinglar. Qanaqa video qilishimiz kerak? Bu video YouTube'ga qo'yamiz. Xudo xolasa atriblarni Instagramga qo'yib chiqamiz. Nima mashina o'sha, to есть Aitoni nima, qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. O'sha videolarni chiqaraveramiz, xudo xolasa sizlar uchun. Bo'sh vaqt topib chiqaramiz. Ataginagda vaqtimiz bo'lmaydi, lekin sizlar uchun qilamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Miroj kanalimiz aloqadamiz. Любой время, alo. Chotki xizmatlar ko'rsatamiz. Aito bu oddiy avtomobil emas.